Salom do'stlar, sizlar bilan bugun biz yana Roblox ekspert. Sizlar bilan bugun videoda nima qilamiz sizlarga? 3 ta savolga men sizlarga javob beraman. Birinchisi, o'zbeklar yaratgan o'yinni toping. Ikkinchisi, tekin kiyimni qayerdan oladi? Uchinchisi, o'zbek odamlarda qayerdan osonroq qilib topsa bo'ladi? Men bu savollarga hammasiga sizlarga javob beraman. Birinchi bo'lib Robloxga kirib olamiz. Mana kirib oldik. Sizlardan birinchi bo'lib o'zbekcha o'yin. O'yin topish uchun mana shuni bosasizlar. Bu yerdan mana men o'zim ham o'ynaganman. Mana o'zim ham o'ynaganman. O'zbek Havin. O'zbek Havin. Mana shu yerga katta bo'lib chiqadi mana. Aslida bitta bosasizlar. Bu yerda sizlar o'zbek odamni qo'shib olasizlar. Bu yerda hamma narsa o'zbek odam. No amerikansk odamlar bu yerda yo'q, faqat o'zbek. O'zbeklar bilan o'ynagilaring kelayotgan bo'lsa, bu hozir biz siyosiy mana. Bular qiz bola, bizga nimaga xabar yozib bo'lmayapti sizlaring, bu hozir yarim soatdan keyin bo'ladi. Menga salom deyapti. Mana endi boshlandi o'yin sizlarning ham bo'ladi. Video ketyapmiz. Bu yerda hamma o'zbek, hozir bu yerda nechta odam borligini ko'raman. Mana Roblox turgan rasm bitta ustidan bossalaring, 3 ta odam bor ekan. Salom. Keyin mana odam, o'zbek odamni ko'rdingizmi? Mana shu narsani bossalaring. Hozir internet ishlaganga tez bo'lmayapti. Bu keyinroq bo'lib qoladi. Keyinroq qo'shiladi internet bir